Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Qolgan 300 kilometrini Xorazm ichini aylanib qo'ysanglar ham bo'ladi. Demak, bugungi obzorimizda Arizo 8 gibrid avtomobili. Bo'lmasam ko'ramiz. 1.5 turbo, 340 ot kuchini o'z ichiga olgan Arizo 8 gibrid avtomobilimiz 0 dan 100 gacha 7 soniyada. Avtomobilimiz 5 xil rejimda yurib beradi. Standart, Eco, Sport, to'liq gibrid hamda to'liq elektr rejimlarida. To'liq charim bilan ishlangan keng salon, keng displey multimedia hamda barcha funksiyalariga ega multi-rul. Slipoy zona datchiklari, aylanasiga 360 gradus kamera hamda bir emas, ikkita emas, naqd 10 ta xavfsizlik yostiqchasi. Bagaj sig'may keladigan bo'lsak, 455 litr. 100 km uchun rasxodini aytib o'taman. Atiga 4 ta va siz bemalol 92-95 yonilg'i turlaridan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Arizo 8 gibrid avtomobilimiz agarda sizga ma'qul kelgan bo'lsa, sizga narxlari, oylik to'lov, boshlang'ich to'lovlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin va biz sizni test drive'ga yozib qo'yamiz.